Assalomu alaykum. Ushbu videoda kichkina jo'jalarni katta qilish, o'ldirib qo'ymasdan boqish haqida o'z tajribamdan kelib chiqib maslahatlar beraman. Agar bu maslahatlar kimgadir foydali va kerakli bo'lsa, xursandman. Kanalimizga podpiska bosing, biza boshlaymiz. Jo'jalarni boqishda 3 ta asosiy muhim narsa bor. Bu birinchisi tovuq xo'rozlar, ya'ni jo'jalarni ota-onasini salomatligi, tuxumni to'g'ri tanlash va inkubatsiya jarayoni to'g'ri amalga oshirilishi. Ikkinchisi, ularga to'g'ri joy tanlash, toza va kerakli haroratda boqish. Uchinchisi, ovqatlantirish, ya'ni jo'jalarni kerakli narsalar bilan oziqlantirish. Shu 3 ta narsa to'g'ri bo'lsa, jo'jalar sog'lom, o'lmasdan katta bo'ladi. Birinchi sabab aytib o'tganimizdek, ota-onalar, ya'ni xo'roz tovuqlarni sog'lig'i. Kasal tovuq xo'rozlardan nasliga ham, ya'ni jo'jalarga ham kasallik o'tadi va bu jo'jani kichkina paytida o'zidan o'zi o'lib qolishiga ham sabab bo'ladi. Bunda endi ko'chadan jo'ja yoki tuxum sotib olgan odam hech nima qila olmaydi. Imkoni bo'lsa, ovotgan joydan so'rab olgani yaxshi. Jo'jani ham, tuxumni ham, tovuqlarni sog'lig'i, emlanmaganligiga qarab. Ikkinchi sabab joy. Jo'jalarni turadigan joyi va undagi harorat. Jo'jalarni bruderda boqsa ham bo'ladi. Mana shunaqa bruderda. Bu jo'jalar uchun maxsus yaratilgan bruder. Bunda termoregulator bor, ya'ni haroratni ma'lum gradusda ushlab berish uchun. Bu narsa kim uchun kerak? Ko'proq jo'ja boqadiganlarga, inkubatorda jo'ja ochiradiganlarga kerak. Lekin uy sharoitida kichkina inkubator yoki kurkam tagida jo'ja ochirib boqmoqchi bo'lganlar bunaqa bruder sotib olish shart emas, o'zi yasasa ham bo'ladi. Misol uchun taxtadan, ortiqcha kerak emas taxtalardan, setkadan yasasa bo'ladi. Mana shunaqa qilib qo'lbola bruder bu issiqlik lampasi bilan isitiladi. Hozir led lampa qo'yilgan, chunki bu jo'jalarni o'sha isitish shart emas. Bahor patlari chiqib bo'lgan, qish yoki sovuq payti shunaqa salafan o'rab boqsa bo'ladi. Isitish lampasi qo'yib ichiga, led lampa emas, isitadigan lampa. Jo'jalarning o'zidan ham issiqlik chiqadi, shu bilan ham issiq turadi. Bundan ham oddiy, arzon, hamma qila oladigan usul bu kichkina jo'jalarga korobkadan in yasash. Lekin bundan oson yo'li oddiy korobkadan shunaqa o'zimiz korobkadan in yasab ham boqsak bo'ladi. Korobka katta kichigi jo'jalarning soniga qarab, issiq sovuqqa qarab. Boshida ularni tagiga gazetni yoki materialni solish kerak bo'ladi. Tez almashtiradigan narsa. Keyin esa o'rgatib shunaqa setkaga o'tkazgan ma'qul. Setkali inni qulay tarafi u toza turadi. Ya'ni axlat tagiga tushadi, axlat bilan jo'jada kontakt bo'lmaydi. Jo'ja ovqatini olib qochadi, talashadi. Shunda axlatga surkab o'zi yeb qo'ymaydi. Suvi ham toza turadi. Jo'jalarni ham o'zi top-toza bo'lib o'sadi. Tozalik turli kasalliklarni oldini olish uchun juda ham muhim. Korobkani agar lampochka bilan isitadigan bo'lsak, buni haroratini jo'jaga kerakli haroratga to'g'irlab turishimiz zarur. Chunki boshida ochilgan jo'jalarga issiqroq harorat kerak, keyinchalik patir o'sishi boshlashi bilan ularga juda ham issiq harorat ham bo'lmaydi. Korobkani katta kichkinaligi, jo'jani soniga qarab lampochkani tepa-pastga qilib haroratni doimo nazorat qilib turish zarur bo'ladi. Keyingi muhim narsa bu ovqatlantirish. Endi ochib chiqqan jo'jalarga shaxsan o'zimning tajribam 3 kun tuxum beriladi. Qaynatilgan, qirg'ichda yaxshilab o'tkazilgan, pichoqda yaxshilab to'g'ralgan mayda tuxum. Jo'jalar o'zi tuxumdan rivojlangani uchun, u uchun kerakli barcha moddalar
tuxumda bo'ladi. Katta xo'jalikda jo'ja boqilganda to'g'ri tuxum qimmatli qiladi. Lekin uy xo'jaligida bo'lganda boshlang'ich 3 kun tuxum bergan yaxshi. Keyinchalik ham ozgina berib turgan foydali. Quruq o'zini bo'lmasa ham boshqa ovqatiga aralashtirib. Keyin jo'jani imkon qadar start yemda boqqan yaxshi. Yaxshi start yem topib 1-1,5 2 oygacha imkoniyatga qarab boqilsa, bu yaxshi o'sishiga sabab bo'ladi. Qo'shimcha yana ovqatlardan ko'kat. Unga vitaminlar ham jo'jalar uchun kerak. Bir hafta 10 kunlikdan ko'kat berishni boshlash mumkin. Ko'k piyozdan boshlagan yaxshi, uni ham boshqa ovqatlarga aralashtirib bergan ma'qul. 10 kunlikdan keyin tvorog berish mumkin. Tvorog magazinda qimmat narsa. Tvorogga o'zingizlar tayyorlasanglar ham bo'ladi. Aynagan sutdan tayyorlasa ham bo'ladi, oddiy sutdan tayyorlasa ham bo'ladi. YouTube'da videolari ko'p. Har kuni berish shart emas. Ovqatga aralashtirib bir haftada bir marta 2 marta bersa, bu foydali. Sabzavotlardan qizil sabzi berish kerak. Maydalab, uni ham qirg'ichdan o'tkazib bir haftada bir marta bersa ham bo'ladi. Bu tovuqlar uchun ham, jo'jalar uchun ham vitamin bo'ladi. Bermaslikni tavsiya qilgan bo'lardim. Non yutib, o'zini yukida qolgan ovqatlar, aynigan yog'li ovqatlarni bermagan ma'qul. Jo'jalar katta bo'lgandan keyin hamma o'zini imkoniyatidan kelib chiqib, don-dun bilan o'tlar qo'shib, yana boshqa narsalar bilan boqsa bo'ladi. Bular hammasi meni shaxsiy tajribam. Kimgadir foydasi tegsa xursandman. Yana foydali videolar uchun podpiska bosib qo'ying. Rahmat.